Ushbu holatda kim aybdor? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Asosiy aybdorlar bu yerda piyodalar o'tish joyidan oldin to'xtab turgan Nexia 3 hamda Gentra avtomobillari hisoblanadi. Asos Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-apreldagi 172-son qarori amaldagi yo'l harakati qoidalarining 91-bandiga asosan piyodalar o'tish joyidan oldin 10 metr masofa oralig'ida to'xtash va to'xtab turish taqiqlanadi. Agarda 10 metr oralig'ida to'xtab tursa, orqadan kelayotgan haydovchilar piyodalarni ko'rmay qolish ehtimoli katta. Piyodalarni o'tkazib yubormagan 38 ta avtomobil haydovchilari ham aybdor hisoblanadi. Ayrim holatlarda esa haydovchilarning jarimaga tushishiga piyodalar ham aybdor bo'ladi. Masalan, taksi to'xtatish maqsadida piyodalar o'tish joyiga chiqib olishsa, kameralar ularni piyoda deb o'ylab fiksatsiya qila boshlaydi. Shu sababli janoblar yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Sizlar bilan Ro 24.